Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga S09 mashinasini qanday qilib skidkaga olishni o'rgataman. Bilasizlar, bu mashinaning pozitsiyalari ko'p. Mana bu Maybach balonlari eng fulli degani. Bu mashinamiz Ultra Plus pozitsiyasi. Buni Li9 dan farqi, buni davodchiki bo'lmaydi, ya'ni plisoskasi bo'lmaydi. O'shanda hamma joyi Li9 bilan teppa-teng, narxida 20-30 mingcha farq qiladi. Mashinamizda hamma ключевой bazaviy narsalar bor. 360 kamera deysizlarmi, massaj deysizlarmi, atamanka deysizlarmi, head-up display deysizlarmi, Face ID'largacha hamma narsalargacha bor. Mashinamiz Li9 dan umuman farqi yo'q. Bu 360 kamerasini, kачествосini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, hamma sidenada ham abagrev bor, rulda ham abagrev bor. Abduvga kelsak, 4 ta sidenada abduv bilan massajlari bor. Eng qizig'i, buni xolodilniklari relsiviy, orqa oldinga borib keladi, polniy bar bilan keladi. Mashinamiz 0 gravitatsiyasi bor, atamankasi mana bu yoqda, 0 gravitatsiyaga sidenalar yotadi. Buni ekrani kачествоsi menimcha Li9 ning kачествосidan ham yaxshiroq. Mashinani ekranini siz boshqarsangiz bo'ladi, qaysi gradusga yotishini. Xohlasangiz mana bunaqasiga ketib ko'tasiz, mana bunaqasiga ko'rasiz yoki yotib ko'rasiz. Eng asosiy joyga keldik. Bu mashinamizni oldinlari 56 ming, 57 ming sotilgan joyida bugungi kunda men sizlarga 49 ming qilib beraman, garantiyalari bilan. Agar sizga bu mashina qiziq bo'lsa, qisqa raqamlarimga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Xayr.